Qirg'izistonlik o'zbeklarning asl yuzini ko'rib qo'yinglar. Nafaqat qirg'izistonlik o'zbek, qirg'izistonliklarning yuzini, asli yuzini ko'rib qo'yinglar. Biroq o'zbekmisiz? Qayerdasiz? O'shdan. Biroq men pulim qolib ketibdi-da uyda. Borib keyin perevod qilib olsam bo'ladimi? Qaqa bor. Uyga qaytib kelib perevod qilib olsam bo'ladimi? Bankomatga solib. Hozir qaytamizmi? Yo'q, qaytmaymiz. Men qolaman u yerda. Kechki paytroq qaytib turib demoqchiman. Kechki paytroq? Ya gap yo'q, Alloh rozi bo'lsin. Men просто проверка qilyapman, aka, haliga. Rahmat, joningiz sog' bo'lsin. Instagram qo'yib qo'yaman. O'shliklar har doim haliga poddeshkada bo'ladi, akalar. Bu akani chista men проверять qilish uchun ana qildim, taksi zakaz qilib. Rahmat. Ya videoni ko'rdinglar. Mana haqiqiy birodarchilik, haqiqiy musofirchilik mana bunaqa bo'ladi. Har doim o'zbek, qirg'iz, tojik musofir yurtlarda bir-birini qo'llab-quvvatlaydi. Akamizni chista hype prank qildim. Yo'q demasdan gap yo'q aka dedi.